Viloyatimiz hayotiga oid eng so'nggi voqea, hodisalar tafsiloti, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy yangiliklar, viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Viloyat yangiliklari dasturini davom ettiramiz. Yurtimizda notariat tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar albatta xalqimizning huquqiy madaniyatini yuksaltirmoqda. Zarafshon shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Merbek Usanov ayrim notarial harakatlar borasida fuqarolarga huquqiy tushuncha berdi. Meros da'vosini qilmoqchiman. Meros uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-noyabrdagi 726-son qaroriga 5-ilovasi tasdiqlangan notariuslar tomonidan merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma berishning ma'muriy reglamenti 29-bandiga ko'ra, guvohnoma berishda notarius qoida tariqasida quyidagi hujjatlarni talab qiladi. Shunga ko'ra, siz merosni olish uchun birinchi galda merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnoma olishingiz kerak. Buning uchun yuqorida hujjatlar talab etiladi. Meros qoldiruvchining o'lim haqida guvohnoma yoki dallotnoma yozuvidan ko'chirma yoxud o'lim holati fuqarolik holati dallotnomalarini yozish organlarida qayd qilinadiganligi haqida tibbiy muassasalari tomonidan berilgan QR kod, matrix shtriqli kod tasviri tushirilgan ma'lumotnoma, meros qoldiruvchining oxirgi doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olingan joy haqida ichki ishlar organlarining ma'lumotnomasi yoki uy daftaridan ko'chirma, meros tarkibining meros qoldiruvchiga tegishli ekanligini tasdiqlovchi hujjat. Bunda meros mulki ko'chmas mulk bo'lsa, kadastr ma'lumotnomasi, merosxo'rlarning tug'ilganlik haqida guvohnomalari va nikoh tuzilganligi haqida guvohnomalari, familiya o'zgargan taqdirda yoki uning dallotnoma yozuvlaridan ko'chirmalar yoxud qarindoshlik munosabatlarining haqqini belgilovchi sud hujjatlari. Merosxo'rlar vafot etgan taqdirda o'lim haqida guvohnoma yoki dallotnoma yozuvidan ko'chirma yoxud o'lim holati fuqarolik holati dallotnomalarni yozish organlarida qayd qilinganligi haqida tibbiy muassasalar tomonidan berilgan QR kod, matrix shtrix kodlar tasviri tushirilgan ma'lumotnoma, meros qoldiruvchining tug'ilganlik haqida guvohnomasi va nikoh tuzilganlik haqida guvohnomasi, ajrashganlik haqida guvohnoma yoki dallotnoma yozuvidan ko'chirmalarni talab qiladi.